Assalomu alaykum. Men Sona Ferzoviyadimdan Xo'rim viloyati Rishton tumanidagi 12-o'rta ta'lim maktabining informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisi. Hozir men sizlarga o'zim darslarimda foydalanib yuqori samaradorlikka erishib kelayotgan Flickr.com platformasining imkoniyat va afzalliklari haqida batafsil ma'lumot berib o'tmoqchiman. Flickr.com bu real vaqt rejimda o'quvchilar bilimini baholash hamda turli so'rovnomalar o'tkazish uchun qulay va interaktiv ta'lim vositasi hisoblanadi. Xo'sh, biz bu platformadan qanday foydalanamiz? Flickr.com saytini ishga tushirganimizga bizga quyidagicha oyna ochiladi. Biz saytni tilini xohlasak rus tilida, xohlasak o'zbek tiliga o'zgartirishimiz mumkin. Bepul ro'yxatdan o'ting buyrug'i orqali, demak registratsiyasi formushi Google bo'limini tanlaymiz hamda elektron pochtamizni kiritib olamiz. Bu saytdan doimiy foydalanib borganligim sababli tuzgan testlarim hamda qo'shgan sinflarim mavjud. Siz o'zingiz yangi test yoki bo'lmasa yangi sinf qo'shishingiz mumkin. Saytning yana bir imkoniyatlaridan biri, demak, biz istalgan vaqtimizda xohlagan testimizdan foydalanib, xohlagan sinfimizdan nazorat ishini olishimiz mumkin bo'ladi. Yangi sinf qo'shishimiz uchun mana yangi sinf bo'limini tanlaymiz hamda sinfni nomini yozamiz. Sinf yaratish tugmasini bosganimizda, demak, sinfimiz yaratildi va endi biz bu yerga o'quvchilarni qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Xohlagancha sinf o'quvchi qo'shishimiz mumkin sinfimizga. Keyingi bo'limni ochganimizda, demak, kiritilgandek yoki ism familiya bo'yicha saralashdan birini tanlashimiz mumkin. Familiya bo'yicha saralab olamiz. Sinfimizni yaratdik. Endi esa unga yangi test qo'shishimiz mumkin. To'plamimizga nom beramiz. 7-sinfdagi ixtiyoriy birorta bir mavzuni olib, demak, nom berishimiz mumkin. Masalan, Scratch mavzusini. Biz test tuzayotgan paytimizda xohlasak rasm, video yoki bo'lmasa ovozli, audio, GIF fayllardan ham foydalansak bo'ladi. Demak, rasmni bosganimizda saytning o'zidan ham rasm joylashtirishimiz mumkin yoki bo'lmasa kompyuterdan ham, demak, rasm joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir imkoniyati, demak, biz javoblarni o'zida ham, demak, mana Add Media Choices buyrug'i orqali, demak, javoblarning o'zida ham bemalol rasm joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Testni davom ettirish uchun esa plus tugmasini bosganimizda bizga yangi testlar taqdim etiladi. Bu yerda mana rasm bilan tuzgan testlarim bor. Biz saytdan o'quvchilardan foydalanishimiz uchun, demak, QR kod tushirilgan kartalarni olishimiz kerak. Buning uchun, demak, Get Flickr Cards buyrug'ini tanlaganimizda, demak, bizga kartalarni taqdim etadi. Va biz bu kartalarni bemalol printer orqali chop etib darslarimizda foydalansak bo'ladi.
Flickr.com'ning yana bir afzalligi shundaki, yoki kompyuter bo'lish talab etilsa, Flickr.com'da esa faqatgina o'qituvchidan mobil telefon yoki planshet bo'lishi yetarli bo'ladi. Siz faqatgina mobil qurilmangizga Flickr.com ilovasini yuklab olib, o'quvchilarga QR kod tushirilgan varaqlarni tarqatasiz va o'quvchilar ularni burish orqali o'z javoblarini ko'rsatadilar. Bu esa nafaqat informatika fani, balki boshqa fan o'qituvchilari uchun ham dars jarayonida foydalanish juda qulay va samarali bo'ladi va o'quvchilar qiziqishini yana bir karra oshirishga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.